Assalomu alaykum, aziz tomoshabinlar va qadrli keksa avlod vakillari. Bugun siz bilan juda muhim va dolzarb mavzu haqida suhbatlashamiz. Yetim yoshdan oshdingizmi? Pensiyangiz kamdek tuyulyaptimi? Bilasizmi? Bu yoshda sizga tegishli bo'lgan, ammo pensiya fondi xodimlari sizga aytmaydigan qo'shimcha to'lovlar bor. Ko'pchilik keksalarimiz bu imkoniyatlardan bexabar, natijada o'zlariga tegishli bo'lgan katta miqdordagi mablag'lardan mahrum bo'lib qolishmoqda. Bugungi videoda men sizga aynan shu 3 ta muhim qo'shimcha to'lov haqida batafsil ma'lumot beraman. Bu ma'lumotlar hayotingizni sezilarli darajada yaxshilashi, kundalik ehtiyojlaringizni qondirishda katta yordam berishi mumkin. Shuning uchun videoni diqqat bilan oxirigacha ko'ring. Birorta ham muhim jihatni o'tkazib yubormang. Hozirdayoq kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu bizga siz uchun yanada foydali kontent yaratishga, ko'proq insonlarga ushbu muhim ma'lumotlarni yetkazishga yordam beradi. Muammoning mohiyati. Avvallari pensiya tizimi ancha sodda edi. Odamlar faqat yoshga doir va mehnat stajiga qarab pensiya olishgan. Ko'pchilik uchun bu yetarli bo'lgan, chunki o'sha paytda ijtimoiy himoya tizimining boshqa shakllari ham keng tarqalgan edi. Ammo hozirgi zamon o'zgarmoqda, iqtisodiy sharoitlar murakkablashmoqda, inflyatsiya va narx-navoning ko'tarilishi keksa avlod vakillarining turmush tarziga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Shu bilan birga, davlat ijtimoiy himoya tizimini takomillashtirishga intilmoqda. Uning doirasida aholining eng zaif qatlamlarini, jumladan keksalarimizni moddiy qo'llab-quvvatlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Natijada pensiya qonunchiligiga ko'plab o'zgarishlar kiritildi. Yangi imtiyozlar va qo'shimcha to'lovlar joriy etildi. Bu o'zgarishlar doimiy ravishda amalga oshirilmoqda. Deyarli har yil pensiya hisoblash tartibiga, ustamalarga yoki ijtimoiy nafaqalarga tegishli yangiliklar paydo bo'ladi. Afsuski, bu o'zgarishlar haqida hammaga ham to'liq va tushunarli ma'lumot yetib bormaydi. Pensiya fondi xodimlari esa ba'zida katta ish oqimi tufayli har bir murojaat qilgan fuqaroning shaxsiy holatini chuqur o'rganib chiqishga ulgurmasligi yoki hatto bilimsizlik tufayli sizga tegishli bo'lgan barcha imkoniyatlar haqida aytmasligi mumkin. Ba'zi holatlarda ayrim imtiyozlar faqatgina fuqaroning o'z tashabbusi bilan tegishli hujjatlarni taqdim etish orqali beriladi. Avtomatik ravishda emas. Bu esa minglab keksa fuqarolarimizning o'zlariga qonuniy ravishda tegishli bo'lgan moliyaviy yordamdan bexabar qolishiga olib keladi. Ayniqsa, yetimli yoshdan oshgan, ko'pincha texnologiyadan uzoqroq bo'lgan va huquqiy hujjatlarni o'qib chiqishga qiynaladigan keksalarimiz uchun bu juda dolzarb muammo hisoblanadi. Ular ko'pincha o'z huquqlari haqida to'liq tasavvurga ega bo'lishmaydi va davlat tomonidan taqdim etilayotgan imkoniyatlardan foydalana olmaydilar. Bizning maqsadimiz sizni shu kabi yashirin imkoniyatlar bilan tanishtirish va ulardan qanday foydalanishni o'rgatishdir. Keling, bu 3 ta muhim to'lovni batafsil ko'rib chiqamiz. Asosiy qism 1. 3 ta qo'shimcha to'lovning batafsil tahlili. Qaramog'dagi oila a'zolari uchun ustama. Birinchi va eng ko'p e'tibordan chetda qoladigan to'lov. Bu qaramog'ingizdagi oila a'zolari uchun beriladigan ustama. Ko'pchilik pensiya faqat o'ziga beriladi deb o'ylaydi. Ammo agar sizda moddiy yordamga muhtoj qaramog'ingizdagi shaxslar bo'lsa, siz qo'shimcha to'lov olish huquqiga egasiz. Bu ustama keksa kishilarning ijtimoiy yukini yengillashtirish va ularning oilalarini moddiy qo'llab-quvvatlash maqsadida joriy etilgan. Bu nafaqa oluvchining o'z pensiya miqdoriga qo'shiladigan alohida summa bo'lib, hayot sifatini sezilarli darajada yaxshilaydi. Kimlarga tegishli? Bu ustama agar sizning to'liq moddiy ta'minotingizda va qaramog'ingizda quyidagi shaxslar bo'lsa beriladi. 16 yoshga to'lmagan bolalar. Bu sizning farzandlaringiz, nabirlaringiz, hatto siz asrab olgan bolalar bo'lishi mumkin. Agar ular ta'lim muassasasida o'qiyotgan bo'lsa, maktab, kollej, litsey bu muddat umumtaqaj yoshgacha uzaytiriladi. Oliy ta'lim muassasalarida kunduzgi bo'limda o'qiyotgan bo'lsa, 23 yoshgacha ham ustama olish imkoniyati mavjud. Bunda bolaning o'z mustaqil daromad manbaiga ega bo'lmasligi asosiy shartdir. 2. Nogiron bolalar yoki 18 yoshdan oshgan nogiron shaxslar, agar ular mehnatga layoqatsiz bo'lsa va o'z daromadiga ega bo'lmasa, yoshi nechida bo'lishidan qat'i nazar, siz ularni qaramog'ingizga olganingiz uchun ustama olishingiz mumkin. Bu shaxslarning nogironligi tibbiy mehnat ekspert komissiyasi TMAK tomonidan tasdiqlangan bo'lishi lozim. 30. Turmush o'rtog'ingiz. Agar u ishsiz bo'lsa
nogiron bo'lsa yoki nogiron bolani parvarish qilayotgan bo'lsa, siz unga ham ustama olishingiz mumkin. Turmush o'rtog'ingizning o'z pensiyasi yoki boshqa doimiy daromad manbai bo'lmasligi muhim. Asosiysi bu shaxslar sizning to'liq moddiy ta'minotingizda bo'lishi va o'z mustaqil daromad manbaiga ega bo'lmasligi kerak. Pensiya fondi bu ustamani siz arizasiz, o'z-o'zidan hisoblab bermaydi. Siz bu haqda o'zingiz ariza berishingiz shart. Ko'pincha keksalarimiz o'zlarida bunday vaziyat mavjudligini bilishsa ham, bunday ustama borligidan bexabar bo'lishadi yoki uni qanday rasmiylashtirishni bilishmaydi. Kimlarga tegishli emas. Agar yuqorida sanab o'tilgan shaxslar mustaqil daromadga ega bo'lsa, masalan, ishlasa, o'z pensiyasini olsa yoki boshqa ijtimoiy nafaqa turlarini olsa, siz ularga ustama ola olasiz. Faqatgina kam miqdordagi stipendiyalar istisno bo'lishi mumkin, ammo bu haqda pensiya fondi xodimlaridan aniqlash lozim. Shuningdek, agar ular sizning to'liq qaramog'ingizda emas, balki boshqa shaxsning ta'minotida bo'lsa ham bu ustama berilmaydi. Masalan, agar nabira ota-onasining moddiy ta'minotida bo'lsa, bu ustama bobo buviga berilmaydi. Misol 1. Faraz qilaylik, Toshkent shahrida yashovchi 72 yoshli Oysha xola nabirasini tarbiyalaydi. Nabirasi 19 yoshda u oliy o'quv yurtida kunduzgi bo'limda o'qiydi. Talabalik stipendiyasi olmaydi va o'z daromadi yo'q. Nabira ota-onasidan yetim qolgan yoki ota-onasi turmush qurgandan so'ng bolani Oysha xola qaramog'iga topshirgan bo'lishi mumkin. Oysha xola nabirasi uchun ilgari hech qanday qo'shimcha to'lov olmagan. Chunki bu imkoniyat haqida unga hech kim ma'lumot bermagan. Agar Oysha xola pensiya fondiga tegishli hujjatlarni taqdim etsa, nabirasining tug'ilganlik haqidagi guvohnomasi, oliy o'quv yurtidan ma'lumotnoma, o'zining pensiya guvohnomasi va pasporti. Uning pensiyasiga har oyda ma'lum miqdorda taxminan 200 ming so'mdan 300 ming so'mgacha qo'shimcha ustama qo'shib berilishi mumkin. Bu nabirasining o'qish xarajatlari, darsliklar, transport yoki kundalik ehtiyojlari uchun juda katta yordam bo'ladi. Chunki hozirgi kunda bir talabaning oylik xarajati bu summadan ancha ko'p. Bu mablag' Oysha xolaga o'zini ham, nabirasini ham qiyinchiliksiz boqishga imkon beradi. Misol 2, Qashqadaryo viloyatida yashovchi 70 yoshli Murod bobo uzoq yillar xotinini parvarish qilgan. Xotini 7 yoshda insult oqibatida nogironlikning ikkinchi guruhiga ega, o'zi ishlay olmaydi va o'z daromadi yo'q. Uzoq yillar davomida Murod bobo xotinining nogironligi tufayli doimiy parvarishga muhtojligini bilgan, ammo unga pensiya ustamasi berilishini tasavvur ham qilmagan. U xotinining dori darmonlari va maxsus oziq-ovqatlar uchun o'z pensiyasidan sarf qilib kelgan. Agar Murod bobo pensiya fondiga xotinining nogironlik guvohnomasini, ta'minot xulosasi, nikoh guvohnomasini, o'z pasportini va pensiya guvohnomasini taqdim etsa, u har oyda taxminan 2000 ming so'mdan 2000 ming so'mgacha qo'shimcha to'lov olishi mumkin. Bu mablag' xotiniga dori-darmon sotib olish, maxsus parvarish vositalari, uyga shifokor chaqirish yoki boshqa ehtiyojlar uchun juda asqotadi va Murod boboning o'z moliyaviy yukini yengillashtiradi. Misol uchun Farg'ona shahrida yashovchi 72 yoshli Nodira opa yolg'iz. Uning 1 yoshli o'g'li tug'ma nogironligi tufayli, masalan, ruhiy rivojlanishdagi nuqsonlar ishlay olmaydi va onasining qaramog'ida yashaydi. O'g'lining o'z mustaqil daromadi yo'q va nogironlik nafaqasi ham rasmiylashtirilmagan. Nodira opa bu haqda pensiya fondiga murojaat qilmagan. Chunki o'g'li voyaga yetganligi sababli unga hech qanday yordam tegmaydi deb o'ylagan. Agar u o'g'lining tug'ilganlik haqida guvohnomasi, tamagak tomonidan berilgan nogironlik guvohnomasi va o'z pasportini taqdim etsa, uning pensiyasiga har oyda qo'shimcha 300 ming so'mdan 400 ming so'mgacha ustama qo'shilishi mumkin. Bu oilaning moddiy ahvolini ancha yaxshilaydi. Chunki o'g'li uchun kiyim-kechak, oziq-ovqat va uning davolanishi uchun zarur bo'ladigan xarajatlarni qoplashga yordam beradi. 2. Uzoq muddatli parvarishga muhtojlik bo'yicha qo'shimcha yordam. Ikkinchi muhim to'lov bu uzoq muddatli parvarishga muhtoj bo'lgan keksalarimizga beriladigan qo'shimcha yordam. Agar sizning sog'lig'ingiz shu darajada yomonlashgan bo'lsa-ki, o'zingizga o'zingiz xizmat qila olmasangiz, kundalik ehtiyojlaringizni mustaqil ravishda bajara olmasangiz, masalan, ovqatlanish, kiyinish, shaxsiy gigiyena, harakatlanish va hokazo, sizga qo'shimcha moliyaviy yordam ko'rsatilishi shart. Bu davlatning nogironligi tufayli og'ir ahvolda qolgan fuqarolarni ijtimoiy himoya qilish dasturi doirasida amalga oshiriladi. Bu yordam nafaqat moddiy jihatdan, balki keksa kishining hayot sifatini saqlab qolish, ularning qarindoshlarining yukini yengillashtirishga ham qaratilgan.
Kimlarga tegishli? Bu turdagi yordam asosan I guruh nogironligi bo'lgan, doimiy ravishda boshqa shaxsning parvarishiga muhtoj bo'lgan, mustaqil harakatlana olmaydigan, o'ziga o'zi xizmat ko'rsata olmaydigan shaxslarga beriladi. Ushbu holat, ya'ni doimiy parvarishga muhtojlik holati tibbiy ijtimoiy ekspertiza xulosasiga asoslanadi. Ya'ni shifokorlar hay'ati, ya'ni TMEK sizning parvarishga muhtoj ekanligingizni tasdiqlashi kerak. Komissiya sizning sog'lig'ingiz holatini, mustaqil harakatlanish qobiliyatingizni, kundalik vazifalarni bajarish darajangizni baholaydi. Agar siz I guruh nogironligi bo'lsangiz va haqiqatan ham doimiy yordamga muhtojligingiz tasdiqlansa, sizga ushbu qo'shimcha nafaqa ajratiladi. Ko'pincha bu holatlarda nafaqat pensiya miqdoriga ustama qo'shilishi, balki ijtimoiy xizmatlar ko'rsatuvchi tashkilotlar orqali ham turli yordamlar taqdim etilishi mumkin. Masalan, uyda parvarish xizmatlari, sanitariya, gigiyena vositalari bilan ta'minlash. Pensiya fondi bu haqda sizni doimiy ravishda xabardor qilib turmaydi. Chunki bu ko'proq ijtimoiy himoya agentligi va sog'liqni saqlash tizimi bilan bog'liq bo'lgan jarayon bo'lib, alohida murojaatni talab qiladi. Kimlarga tegishli emas? Agar siz o'zingizga o'zingiz to'liq xizmat ko'rsata olsangiz, tashqaridan yordamga muhtoj bo'lmasangiz yoki I guruh nogironligingiz bo'lmasa, bu turdagi qo'shimcha yordam sizga berilmaydi. Shuningdek, agar tibbiy ekspertiza sizning parvarishga muhtojligingizni tasdiqlamasa, ustama ajratilmaydi. Ba'zida keksa kishilar o'z ahvolini yetarli darajada tushuntira olmaydigan yoki hujjatlarni to'liq taqdim eta olmaydigan holatlar bo'ladi. Bu esa salbiy xulosaga olib kelishi mumkin. Misol 1. Buxoro viloyatida yashovchi 76 yoshli Sobir aka to'shakka mixlangan. U insultdan keyin mustaqil yura olmaydi. O'ziga o'zi ovqatlanishga qiynaladi va shaxsiy gigiyenaga muhtoj. Uning qizi Sobir akaga doimiy qaraydi. Buning uchun ishidan voz kechishga majbur bo'lgan. Ular bu holat uchun qo'shimcha yordam olish mumkinligini bilishmaydi. Agar Sobir aka va uning oilasi mahalliy tibbiy ijtimoiy ekspertiza komissiyasiga MIK murojaat qilsa va Sobir akaning I guruh nogironligi hamda doimiy parvarishga muhtojligi tasdiqlansa, uning pensiyasiga har oyda 3 ming so'mgacha qo'shimcha ustama ajratilishi mumkin. Bu pul parvarish xarajatlarini qoplashga, qiziga moddiy yordam berishga, maxsus pelyonkalar, ovqatlanish uchun vositalar va dori-darmonlarni sotib olishga yordam beradi. Misol 2. Samarqand shahrida yashovchi 8 yoshli Gulnora aya qattiq ko'rish qobiliyatini yo'qotgan. U ko'rish qobiliyati tufayli mustaqil yashay olmaydi. Xarid qilish, ovqat pishirish va uy ishlarini bajarishda doimiy yordamga muhtoj. Uning jiyani har kuni kelib unga yordam beradi. Ammo uning o'zi ham moddiy qiyinchilikda. Gulnora aya ham I guruh nogironligi bo'yicha tibbiy xulosaga ega bo'lsa, unga ham xuddi shunday miqdorda taxminan 4 ming so'mgacha qo'shimcha yordam ajratilishi mumkin. Bu uning yashash sharoitlarini ancha yengillashtiradi. Masalan, uyga tozalik xizmati chaqirish, dori-darmon xarid qilish yoki maxsus moslamalarni sotib olishga imkon beradi. Misol 3. Namangan viloyatida yashovchi 7 yoshli Bobur aka og'ir ruhiy kasallikdan aziyat chekadi. Bu uning o'zini o'zi boshqarish qobiliyatini cheklaydi va uni doimiy nazorat qilib turishni talab qiladi. Uning farzandlari uni parvarishlash uchun ishlarini tashlashga majbur bo'lgan va oilaning daromadi keskin kamaygan. Agar tibbiy ijtimoiy ekspertiza Bobur akaning doimiy parvarishga muhtojligini tasdiqlasa va unga I guruh nogironligi berilsa, u har oyda masalan 4 ming so'mdan ortiq miqdorda qo'shimcha to'lov olish huquqiga ega bo'ladi. Bu uning oilasiga katta moddiy ko'mak bo'ladi. Chunki parvarish tufayli daromad manbalari cheklangan bo'ladi va bu pul Bobur akaning maxsus ehtiyojlarini qoplashga xizmat qiladi. O'tu. Pensiyani qayta hisoblashdan kelib chiqadigan qo'shimcha to'lovlar yoki maxsus xizmatlar uchun ustamalar. 3. Ammo ahamiyati kam bo'lmagan to'lov bu. Pensiyangizni qayta hisoblash orqali yuzaga keladigan qo'shimcha mablag'lar yoki maxsus xizmatlar uchun beriladigan ustamalar. Ko'pchilik pensiyasining miqdori bir marta belgilanganidan keyin o'zgarmaydi deb o'ylaydi. Ammo bu mutlaq noto'g'ri tushuncha. Pensiya qonunchiligi doimiy ravishda yangilanib turadi. Yangi me'yorlar joriy etiladi. Ba'zan esa eski xizmatlaringiz, mukofotlaringiz yoki mehnat stajingiz to'g'ri hisob olinmagan bo'lishi mumkin. Pensiya fondi avtomatik ravishda barcha eski hujjatlarni qayta ko'rib chiqmaydi. Shuning uchun bu jarayon sizning tashabbusingiz bilan boshlanishi kerak. Kimlarga tegishli? Bu ustama quyidagi holatlarda berilishi mumkin.
sizning mehnat stajingizda avvallar hisobga olinmagan davrlar aniqlansa, masalan, bolani parvarishlash davri, oliy o'quv yurtida kunduzgi bo'limda o'qigan davri, harbiy xizmat davri agar u ilgari to'g'ri rasmiylashtirilmagan bo'lsa, yangi qonunlarga ko'ra ba'zi davrlar stajga qo'shilishi mumkin, lekin siz bu haqda murojaat qilmasangiz, ular avtomatik qo'shilmaydi. Sizda davlat mukofotlari, faxriy unvonlar, masalan, O'zbekiston qahramoni, O'zbekiston Respublikasi xalq o'qituvchisi kabi yoki maxsus xizmatlar mavjud bo'lsa, lekin ular pensiya hisoblanganda inobatga olinmagan bo'lsa, ko'pchilik o'zining faxriy unvonlari yoki medallar uchun qo'shimcha ustama olishi mumkinligini bilmaydi. Sizning maoshingiz yoki ish joyingiz to'g'risidagi ma'lumotlar noto'g'ri yoki to'liq bo'lmagan bo'lsa va siz uni arxiv hujjatlari orqali qayta tiklay olsangiz, ayniqsa eski kolxozlar, sobiq korxonalar ma'lumotlari yo'qolgan bo'lsa, yangi qonunchilikka ko'ra ayrim kasb egalari, masalan, konchilar, tibbiyot xodimlari, o'qituvchilar yoki maxsus sharoitlarda, masalan, chekka hududlarda ishlagan shaxslar uchun pensiya miqdori oshgan bo'lsa, pensiya fondi xodimi pensiya hisob kitobida xato qilgan bo'lsa, bu texnik xato bo'lishi mumkin. Bu holatlarda sizning tashabbusingiz pensiya miqdorini sezilarli darajada oshirishi mumkin. Chunki pensiya hisob kitobi bir marta o'rnatilgan formulaga asoslanadi va kiritilgan har qanday yangi ma'lumot uning yakuniy summasini o'zgartiradi. Kimlarga tegishli emas? Agar sizning barcha mehnat stajingiz, mukofotlaringiz va maoshingiz to'liq va to'g'ri hisobga olingan bo'lsa, hamda pensiya hisobida hech qanday xato bo'lmasa, bu turdagi qayta hisoblashdan qo'shimcha mablag' olish imkoniyatingiz kam bo'ladi. Asosiy e'tibor noaniqliklar va e'tiborsizliklar bor holatlarga qaratilishi kerak. Shuningdek, agar sizda davlat mukofotlari mavjud bo'lsa-yu, ular pensiya hisobiga ta'sir qilmaydigan oddiy medallar bo'lsa, ulardan ustama olish imkoniyati bo'lmasligi mumkin. Misol 1, Xorazm viloyatida yashovchi 73 yoshli Abdug'ani aka kolxozda 35 yil ishlagan. Ammo uning ish haqi haqidagi ba'zi yillar uchun ma'lumotlar arxivlarda yo'qolgan edi. Pensiyaga chiqish vaqtida u mavjud hujjatlar asosida minimal pensiya olgan. U o'z pensiyasidan norozi bo'lgan, ammo chorasi yo'q deb o'ylagan. Agar Abdug'ani aka ushbu arxiv ma'lumotlarini tiklashga muvaffaq bo'lsa, masalan, viloyat arxiv idoralaridan ma'lumotnoma olib, uning pensiyasi qayta hisoblanishi va har oyda 500 ming so'mdan 700 ming so'mgacha qo'shimcha to'lovga ega bo'lishi mumkin. Bu uning uzoq yillik mehnati uchun adolatli mukofot bo'ladi va uning kundalik xarajatlarini qoplashga sezilarli yordam beradi. Misol 2, Jizzax viloyatida yashovchi 7 yoshli Gulchehra opa maktabda 45 yil boshlang'ich sin o'qituvchisi bo'lib ishlagan va o'z kasbiga sadoqatli mehnati uchun mehnat shuhrati ordeni bilan taqdirlangan. Lekin pensiyaga chiqish vaqtida bu orden uchun qonuniy ravishda belgilangan qo'shimcha ustama unga hisoblab berilmagan. U bu haqda bilmagan va hech kim unga eslatmagan. Agar Gulchehra opa orden guvohnomasini pensiya fondiga taqdim etsa, uning pensiyasiga har oyda qo'shimcha 300 ming so'mdan 400 ming so'mgacha ustama qo'shilishi mumkin. Bu o'z kasbiga sadoqatli xizmatlar uchun beriladigan munosib to'lovdir va uning nafaqat moddiy ahvolini, balki ma'naviy kayfiyatini ham ko'taradi. Misol uchun, Toshkent shahridagi 77 yoshli Hamid aka umrining bir qismini chekka hududlarda, masalan, Qoraqalpog'istonning olis qishloqlarida qishloq xo'jaligida ishlagan. O'sha davrlarda ishlaganligi uchun maxsus yugurik koeffitsiyentlar qo'llanilishi kerak bo'lgan, ammo pensiyasini hisoblashda bu hisobga olinmagan. Agar Hamid aka o'zining mehnat daftarchasidagi yozuvlar va ish joyidan ma'lumotnomalar bilan pensiya fondiga murojaat qilsa, uning pensiyasi qayta hisoblanishi mumkin. Bu esa uning har oylik pensiya miqdoriga 600 ming so'mgacha qo'shimcha mablag'ni qo'shishi mumkin. Bu ayniqsa qishloq joylarda ishlagan keksalarimiz uchun muhim, chunki ularning mehnati ko'pincha og'irroq sharoitlarda o'tgan. Yoki yana bir misol, bir ayolning 2 farzandi bor va ularni parvarishlash davrlari pensiya stajiga to'liq kiritilmagan. Hozirgi qonunchilikka ko'ra har bir bolaga qilingan parvarish davri ma'lum cheklovlar bilan mehnat stajiga qo'shiladi. Agar u buni qayta ko'rib chiqishni talab qilsa va kerakli tug'ilganlik guvohnomalari bilan murojaat qilsa, pensiyasi sezilarli darajada oshishi mumkin. Asosiy qism 2. Istisnolar, qaltis nuqtalar va e'tibordan chetda qoladigan jihatlar. Endi esa bu qo'shimcha to'lovlarni olishda duch kelishingiz mumkin bo'lgan ba'zi istisnolar, qaltis nuqtalar va e'tibordan chetda qoladigan jihatlar haqida gaplashamiz.
Bu sizga jarayonda xato qilishdan saqlanishga yordam beradi va sizni kuchliroq qiladi. Birin. Hujjatlarning to'liqligi va aniqligi eng katta muammo bu hujjatlarning to'liq emasligi yoki noto'g'riligi. Pensiya fondi xodimlari sizdan taqdim etilgan har bir hujjatning asl nusxasini yoki notarial tasdiqlangan nusxasini talab qilishi mumkin. Agar qaramog'ingizdagi shaxsning tug'ilganlik haqidagi guvohnomasi yoki nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa kabi hujjatlar eski bo'lsa, yaroqsiz holatga kelgan bo'lsa yoki umuman yo'qolgan bo'lsa, ularni qayta tiklash uchun ancha vaqt va kuch sarflashingizga to'g'ri keladi. Masalan, eski mehnat daftarchasidagi yozuv xato bo'lsa, uni tuzatish uchun korxona arxividan yoki sud orqali qaror olishingizga to'g'ri kelishi mumkin. Shuning uchun avvalo kerakli hujjatlar ro'yxatini aniqlab olish va ularni to'liq tayyorlash juda muhimdir. Barcha hujjatlaringizning bir necha nusxasini olib qo'ying, ular kelgusida asqotishi mumkin. 2. Daromad chegaralari. Ba'zi qo'shimcha to'lovlar, shaxslar uchun beriladigan ustamalar ularning o'z daromadi yo'qligi shartiga asoslanadi. Agarning o'z daromadi yo'qligi shartiga asoslanadi. Agar sizning qaramog'ingizdagi shaxs kichik bo'lsa ham ish stipendiya olsa, o'quvchi bolalar uchun ta'lim jarayonida beriladigan kichik stipendiyalardan tashqari yoki nogironligi bo'yicha o'z nafaqasi bu ustamani olish huquqini yo'qotishingiz mumkin. Bu nuansni aniqlashtirish uchun pensiya fondiga murojaat qilishdan oldin qaramog'ingizdagi shaxsning daromad manbalarini diqqat bilan tekshiring. Bu masalada shaffof bo'lish muhim, chunki noto'g'ri ma'lumot berish kelajakda muammolarga olib kelishi mumkin. Tibbiy ekspertiza xulosasi. Uzoq muddatli parvarishga muhtojlik bo'yicha yordam olish uchun tibbiy ijtimoiy ekspertiza komissiyasining TMK ijobiy xulosasi zarur. Bu jarayon biroz vaqt talab qilishi mumkin va bir qator tibbiy tekshiruvlardan o'tishni o'z ichiga oladi. Agar sizning sog'lig'ingiz parvarishga muhtojlik darajasiga yetmagan deb topilsa, bu yordamni ola olmasligingiz mumkin. Ba'zida keksa kishilar o'z ahvolini yetarli darajada tushuntira olmaydi. Kasallik tarixini to'liq bera olmaydi yoki barcha kerakli tibbiy hujjatlarni to'liq taqdim eta olmaydi. Bu esa salbiy xulosaga olib kelishi mumkin. Shuning uchun tibbiy ko'rikka borishdan oldin oila a'zolaringizdan yordam olish va barcha tibbiy ma'lumotlarni, kasallik tarixi, epikrizlar, oldingi tekshiruv natijalari tayyorlash juda muhimdir. TMI komissiyasiga murojaat qilishda ayniqsa sizning doimiy parvarishga muhtojligingizni tasdiqlovchi barcha holatlarni, hatto arzimasdek tuyulgan jihatlarni ham batafsil bayon qilishga harakat qiling. Pensiyani qayta hisoblashdagi murakkabliklar. 4. Pensiyani qayta hisoblash ishi ko'pincha murakkab jarayon bo'ladi. Ayniqsa, eski arxiv ma'lumotlarini tiklash, mehnat daftarchasidagi xatoliklarni tuzatish, masalan, lavozim nomining noto'g'ri yozilganligi yoki sanadagi xato yoki yo'qolgan hujjatlarni topish ko'p vaqt va sabr talab qiladi. Ba'zida pensiya fondi xodimlari sizning talabingizni birinchi marta to'liq tushunmasligi yoki jarayonni cho'zib yuborishi mumkin. Chunki bu ulardan qo'shimcha ish talab qiladi. Siz qat'iyatli bo'lishingiz va o'zingizning haqingizni talab qilishingiz kerak bo'ladi. Agar sizda davlat mukofotlari to'g'risidagi qonun ostida beriladigan qo'shimcha ustamaga huquqingiz bo'lsa, bu haqda aniq ma'lumotlarni taqdim etish zarur. Ba'zida bu mukofotlar hisobga olinmagan bo'lishi mumkin. Chunki ular avtomatik tizimga kiritilmaydi va hujjat asosida qo'lda kiritilishi talab etiladi. 5. Mahalliy hokimiyat organlarining roli. Ba'zi qo'shimcha yordamlar pensiya fondi orqali emas, balki mahalla fuqarolar yig'inlari, MFI yoki xalq deputatlari mahalliy kengashlari orqali amalga oshirilishi mumkin. Masalan, moddiy yordamga muhtoj oilalar uchun ajratiladigan bir martalik yoki muntazam yordamlar, mahalliy byudjet hisobidan beriladigan subsidiyalar. Shuning uchun nafaqat pensiya fondiga, balki mahallangizga ham murojaat qilishni unutmang. Ular sizni tegishli organlarga yo'naltirishi yoki bevosita o'zlari yordam ko'rsatishi mumkin. MFA sizning moddiy ahvolingizni o'rganib chiqib, yordamga muhtoj deb topilsangiz, tegishli tavsiya xatlari berishi yoki bir martalik moddiy yordam ajratishi mumkin. 6. Murojaat muddati. Odatda bunday turdagi ustamalar murojaat qilingan kundan boshlab hisoblanadi. Ya'ni, agar siz 5 yil oldin ustama olishga haqli bo'lgan bo'lsangiz ham, bugun murojaat qilsangiz, faqat bugungi kundan boshlab to'lovlarni olasiz. Avvalgi davrlar uchun qayta hisoblanmaydi. Pensiyani qayta hisoblashda ba'zi istisnolar bo'lishi mumkin. Masalan, pensiya fondi xatosi tufayli kam to'langan summa 3 yilgacha bo'lgan davr uchun qayta hisoblab berilishi mumkin. Ammo baribir
kechiktirmasdan murojaat qilish juda muhim. Aks holda o'zingizga tegishli bo'lgan pulni yo'qotasiz. Amaliy maslahatlar nima qilish kerak? Aziz do'stlar, endi sizga bu to'lovlarni olish uchun aniq qadamlar va amaliy maslahatlar beraman. Bu jarayonni iloji bo'yicha osonroq va tezroq o'tkazishingizga yordam beradi va sizning huquqlaringiz to'liq himoya qilinishini ta'minlaydi. Bir kerakli hujjatlar ro'yxatini shakllantiring. Har bir qo'shimcha to'lov uchun alohida hujjatlar talab etiladi. Murojaat qilishdan oldin barcha hujjatlarni to'liq yig'ib olishingiz shart. Qaramog'dagi oila a'zolari uchun ustama olish uchun sizning pasportingiz va pensiya guvohnomangizning asl nusxalari va nusxalari, qaramog'ingizdagi shaxslarning tug'ilganlik haqidagi guvohnomasi pasportining asl nusxasi va nusxalari. Agar nogiron bo'lsa, nogironlik haqidagi tibbiy ma'lumotnoma, TMG xulosasi va uning nusxasi. Agar talab bo'lsa, o'quv yurtidan ma'lumotnoma, kunduzgi bo'limda o'qish tasdiqlangan holda unda o'qish muddati va stipendiya olmasligi ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Qaramog'ingizdagi shaxsning daromadi yo'qligi haqidagi ma'lumotnoma, masalan, mahalla fuqarolar yig'inidan yoki soliq idorasidan. Agar nikohda bo'lsangiz, nikoh guvohnomasining asl nusxasi va nusxasi. Uzoq muddatli parvarishga muhtojlik bo'yicha yordam olish uchun sizning pasportingiz va pensiya guvohnomangizning asl nusxalari va nusxalari. Sizning sog'lig'ingiz holati haqida to'liq tibbiy hujjatlar, kasallik tarixi, epikrizlar, shifokor xulosalari, analiz natijalari. Bu hujjatlar sizning poliklinikangizda mavjud bo'ladi. Tibbiy ijtimoiy ekspertiza komissiyasidan TMK, doimiy parvarishga muhtojlik to'g'risidagi xulosa va guruh nogironligi haqidagi ma'lumotnoma. Bu xulosani olish uchun avvalo poliklinikangizdagi oilaviy shifokoringizga murojaat qilib, TMga yo'llanma olishingiz kerak bo'ladi. Yo'llanma olishda tibbiy hujjatlaringizni to'liq taqdim etishga e'tibor bering. Pensiyani qayta hisoblash uchun sizning pasportingiz va pensiya guvohnomangizning asl nusxalari va nusxalari. Mehnat daftarchasi asl nusxasi. Agar u yo'qolgan bo'lsa, uning o'rniga arxiv ma'lumotnomalari yoki sud orqali tasdiqlangan mehnat staji haqidagi hujjatlar. Agar mavjud bo'lsa, ishlagan joylaringizdan ish haqi haqidagi arxiv ma'lumotnomalari. Masalan, arxiv idoralaridan olingan 5 yillik ish haqi haqidagi ma'lumotnoma. Davlat mukofotlari, faxriy unvonlar haqidagi guvohnomalarning asl nusxalari va nusxalari. Agar ilgari hisobga olinmagan davrlar bo'lsa, ularni tasdiqlovchi hujjatlar. Masalan, bolaning tug'ilganlik haqidagi guvohnomasi, oliy o'quv yurtidan diplom va uning ilovasi, harbiy bilet. Qayerga murojaat qilish kerak? Asosiy murojaat nuqtasi bu sizning yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limi. Barcha turdagi ustamalar va qayta hisoblashlar bo'yicha ariza aynan shu yerga taqdim etiladi. Sizga qulay bo'lishi uchun odatda pensiya jamg'armasi bo'limlari dushanbadan jumagacha soat 9 dan 12gacha ishlaydi. Tushlik vaqti va dam olish kunlariga e'tibor bering. Agar sizda tibbiy ekspertiza xulosasi kerak bo'lsa, ya'ni uzoq muddatli parvarishga muhtojlik bo'yicha yordam uchun avvalo tuman shahar poliklinikasiga murojaat qilib, tibbiy ijtimoiy ekspertiza komissiyasi TMga yo'llanma olishingiz kerak. Faqat TMning xulosasi asosida pensiya fondi sizga tegishli ustamani hisoblab beradi. Mahalliy hukumat organlari, ya'ni mahalla fuqarolar yig'inlari va ijtimoiy himoya agentligi ham ba'zi hollarda sizga yo'nalish berishi yoki hujjatlarni tayyorlashda yordam berishi mumkin. Ayniqsa daromadi yo'qligi haqidagi ma'lumotnomalar uchun mahallaga murojaat qilish zarur bo'ladi. 3. Ariza qanday yoziladi? Pensiya fondiga murojaat qilganingizda ular sizga namunaviy ariza shaklini berishi kerak. Agar ular bermasa, internetdan namuna topib shunga qarab yozishingiz mumkin. Arizada o'zingizning shaxsiy ma'lumotlaringiz, fish, pasport seriyasi va raqami, pensiya guvohnomangiz raqami va qaysi qo'shimcha to'lovni talab qilayotganingizni aniq ko'rsatishingiz lozim. Misol uchun, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining tegishli qaror raqami va sanasi qarorga asosan qaramog'imdagi voyaga yetmagan nabiyaram uchun qo'shimcha ustama hisoblab berishingizni so'rayman. Yoki mehnat stajimni qayta ko'rib chiqib, mehnat daftarchasidagi xatolikni ko'rsatgan holda pensiyamni qayta hisoblashingizni so'rayman kabi aniq ifodalar bilan yozing. Arizaga barcha kerakli hujjatlarning nusxalarini ilova qiling va asl nusxalarini o'zingiz bilan olib boring. Ularni ko'rsatish talab etilishi mumkin. Arizaning 2 nusxasini yozing. Bittasini pensiya fondi xodimiga topshirib, ikkinchisiga uning qabul qilinganligi haqida sana
imzo va shtamp qo'ydirib o'zingizda saqlab qoling. Bu sizning murojaatingiz rasman qabul qilinganligini tasdiqlovchi dalil bo'ladi. Qat'iyatli bo'ling va huquqlaringizni biling. Ba'zida pensiya fondi xodimlari sizning murojaatingizga yetarlicha e'tibor bermaslik yoki jarayonni cho'zib yuborishi mumkin. Bu bürokratik to'siqlar sizni ruhan tushkunlikka tushirmasligi kerak. Siz o'z huquqlaringizni bilishingiz va ularni himoya qilishga tayyor bo'lishingiz kerak. Agar sizga asosli rad javob berilmasa yoki murojaatingiz muddatsiz kechiktirilsa, yuqori turuvchi tashkilotlarga, masalan, Ijtimoiy himoya agentligining hududiy bo'limlariga yoki O'zbekiston Respublikasi prezidentining xalq qabulxonalariga murojaat qilishdan tortinmang. Xalq qabulxonalari fuqarolarning murojaatlari bilan shug'ullanadigan samarali mexanizm hisoblanadi. Har doim o'zingizning arizangizning nusxasini qabul qilib olganliklari haqidagi belgi bilan saqlab qo'ying. Agar imkon bo'lsa, pensiya fondi bilan bo'lgan suhbatlaringizni yozib oling. Agar bu qonuniy bo'lsa va ogohlantirish imkoniyati bo'lsa, bu kelajakda nizo yuzaga kelsa, sizning qo'lingizdagi asosiy dalil bo'lishi mumkin. Siz bu to'lovlar haqida bilarmidingiz? Yoki sizda pensiya fondi bilan bog'liq qandaydir tajribangiz bormi? Ijobiy yoki salbiy bo'lsin, o'z fikrlaringizni va savollaringizni izohlarda yozib qoldiring. Sizning tajribangiz boshqalarga ham yordam berishi mumkin. Bu videoni yaqinlaringizga, do'stlaringizga, ayniqsa keksa qarindoshlaringizga yuboring. Ular ham bu muhim ma'lumotlardan xabardor bo'lishsin va o'z huquqlaridan foydalanishsin. Kanalimizga obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. Bu bizning ishimizni qadrlashingizni bildiradi. Keyingi foydali videolarimizda ko'rishguncha xayr. O'zingizni ehtiyot qiling.